Alloh taolo rizqni bitta eshigini yopib qo'ysa, boshqasini albatta ochadi. Chunki siz tirikmisiz? Robbingiz subhanahu va taolo sizni rizqingizni o'zining zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, qo'rqmang, cho'chimang. Kursda o'ynashdan ham qo'rqmang, do'konlar buzilib ketdi desam qo'rqmang. Sizni rizqingizni Alloh o'zining zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, xotirjam bo'ling. Alloh taolo rizqni bitta eshigini yopib qo'ysa, boshqasini albatta ochadi. Chunki siz tirikmisiz? Robbingiz subhanahu va taolo sizni rizqingizni o'zining zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, qo'rqmang, cho'chimang. Kursda o'ynashdan ham qo'rqmang, do'konlar buzilib ketdi desam qo'rqmang. Sizni rizqingizni Alloh o'zining zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, xotirjam bo'ling. Alloh taolo rizqni bitta eshigini yopib qo'ysa, boshqasini albatta ochadi. Chunki siz tirikmisiz? Robbingiz subhanahu va taolo sizni rizqingizni o'zining zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, qo'rqmang, cho'chimang. Kursda o'ynashdan ham qo'rqmang, do'konlar buzilib ketdi desam qo'rqmang. Sizni rizqingizni